Shuning uchun bir hadis sharifda Payg'ambarimiz alayhissalomning oldiga bir kishi boradi. Ey Allohning rasuli, meni do'stlarimning ichida eng yaxshiliklarni birinchi kimga sarflashimga haqli? Ya'ni mening yaxshiliklarim bor, yaxshi so'zlarimni, mehnatlarimni, topgan pullarimni, kuch-quvvatimni, bor o'zimdagi imkoniyatlarni birinchi bo'lib kimga sarflay? Eng yaxshi gaplarimni kimga aytay? Topgan mablag'larimni, olib kelgan narsalarimni eng yaxshilarini kimga beray? deb so'raganda Payg'ambarimiz alayhisalom onangga deganlar. So'ngra kimga desa yana onangga deganlar. So'ngrachi desa undan keyin onangga deganlar. Undan keyin desa keyin otangga deganlar. Qarang, ya'ni agar bir farzand masalan qancha mablag' topayotgan bo'lsa, o'sha mablag'larni birinchi sarflashlik haqli bo'lgan kishi uning onasi bo'ladi. Qancha shirin so'zlaringiz bo'lsa, o'sha shirin so'zlarning eng shirinini aytishga loyiq bo'lgan inson onasi, otasi bo'ladi. Ko'p o'rinlarda ko'p insonlar oilasi, farzandlari, ahli ayollariga to'kin sochin qiladi. Ularga ayamaydi, isrof qiladi. Lekin ota-onaga kelganda qizg'anchiqlik qiladi. Ota-onaga kelganda qizg'anchiqlik qiladi. Bu insof shartiga ham to'g'ri kelmaydi. Bu dinimizning ko'rsatmasiga ham, Allohning buyrug'iga ham to'g'ri kelmaydi. Va bu holatni ko'rib ota bilan ona ichida eziladi. Buni biz bilmaymiz. Ota bilan ona buni ko'rib ichida eziladi. Farzandi bolalari uchun, oilasi uchun to'kib sochib, isrof qilib hamma narsani muhayyo qilyapti-yu, lekin ota-onaga kelganda qizg'anchiqlik qilyapti. Unda ota-ona og'rinadi.